Şinjanlıqlarning arduqini chiqirdiganga suiqashddan boshqasi bekorku deyman. Hammasi birlikda o'qishib, ochiq-chuchuk suiqash qilishni o'rganib chiqayli. Avval yangyonni nepiz to'g'rab, go'shimizni ushshaqroq to'g'rab olamiz. Orqadan ketarlik saylarni videodagidek to'g'raymiz. Qozon va miyimiz rosa qizig'anda go'shimizni silib, rangi o'zgarib, pishib qo'rib olamiz. So'ng piyoz, zanjibilni sep, quruqqa chiqqichi qo'rib, piyozni sep, yumshig'ichi qo'rib olamiz. Qo'shiq, tuz, kavovichin uni va oqmushda ta'mini tangchab, pomidor va laz qiyami sep, shirnisi va rangi chiqqichi qo'rib olamiz. Yangyonni sep 1-2 minut qo'rgandan keyin qozonga muvofiq suv quyib, qaynishiga bo'sh o'tga tangchab 5 minut qaynatib olamiz. Bu oraliqda jizimizni qo'limizda besib tayyor qilib qo'yamiz. Vaqt to'shqanda tayyorlagan qimirimizni o'zimiz yoqtirgan cho'nglikda qozonga tashlab pishirib olsak bo'ladi. Qozondan chiqishning oldida ko'k qizil laza, shangchay, samsoq va 2 qo'shiq ochiq suv quyib, rosa aralashtirib etamiz. Shuning bilan o'xshagan suiqashmi tayyor bo'ldi. Yana deydig'inim mehr bilan etilgan taomlarga chiroyli dasturxonlarimiz kam bo'lmasin. Yurak berib, agishib olishni unutmang. Atidagi dasturxonimizni ko'rishaylik.